to'g'risini aytaman, mana Allohning oldida to'g'risini aytaman, yo'q edi. O'zim o'qituvchim bilan hamma narsani ham gaplashurmasdim, gaplashardim. Balki hozirgi o'quvchilarga qaraganda biza million marta ko'proq gaplashganmiz, chunki biz ko'chalarda, Chilonzorlarda bir yurib, o'tirib 12 birgacha gaplashib o'tirgan vaqtlarimiz bo'lgan. Hozir ham aka ukamiz. Lekin hamma narsani aytolmaydi baribir odam. Bo'layotgan voqealar maslahat oluvchim yo'q. O'sha vaqtda men tashqi omillardan motivatsiya olishga harakat qilardim. Zo'r insonlarning hayotini kuzatib. Koridorda o'tirganimda esimda kichkina YouTube'da intervyular qo'yardim. Lobixon Maqsumov, Murod Nazarovniki, Murod Nazarovning intervyusini ko'rib, shunchalik darajada kuchli inson bo'lganki, bir kuni yig'lab yubordim. Hovlida yashovimiz. Hovlining u yoq betida oshxona bor, bu yoq betida yig'lab olmay kirib ketdim. Onamga aytib berganman, shunchalik darajada bu insonni yaxshi ko'raman, qaniydi ko'rsam. Men o'xshash xohlayman bu insonga. Faqat havas. Shunchalik kuchli inson. Ko'raverardim. Maksimal darajada ana miyamga beraverardim, ya'ni yaxshi ko'rgan insonlarim hamada o'zida bo'ladi-ku. Ular bergan muvaffaqiyatli insonlardan qotdim, motiv olardim, men bu yoqdan bosardim harakat qilish. Ya'ni intizomam ham turtga ham olardim, tashqi turtga. Motivatsiya deysan. Keyin dars qiladigan joyim kichkina koridorda, o'sha yoqdan fantaziya qilish boshlaganman. Davay degan shu yoqni stressni qilamiz degan. Varrochalar o'sha rangli qog'ozlar olib kelib, chap tomonimga yopishtirishni boshlaganman. O'sha bor rasmi shu yerda. Kanal tepada qarasanglar bor. O'tiribman, mundoq kulib o'tiribman koridorda, oddiy stolda. Orqamda kalendar, chap tomonimda rangli qog'oz. O'zim kichkina ana study area. Stol bo'lsa ham zato bor. Undan keyin o'sha hovlini yo'q betida uy bo'ladigan bo'lsa, u uyda trubalar yorilgan, ya'ni ana issiq bermaydi. Qishda o'sha yoqqa ko'chib o'tganman, muz lekin. Yozda ko'chib o'tdim, keyin qish kelgan. Nima qilganman? Yozda haddan ziyod isib ketardim. Qishda bo'ladigan bo'lsa, nima qilganman? Ya'ni 3-4 ta paypoq kiyardim, kurtka kiyardim, gamash kiyardim, bitta triko kiyardim, yana triko kiyib o'tirardim. Gaz yoqib qo'yardim. Gaz yoqilganda 1 soatda boshim portlab ketdi, achib og'rirdi boshim. Lekin men sog'lig'imga zarar bo'lardi, keyin o'chirib qo'yardim. Lekin ozgina isib olish uchun qilardim bu narsani. Dars qilardim. Ya'ni menda xonam yo'q, men o'lib qolaman, meni qornim og'riyapti. Hozirgi o'quvchilar bor, sharoitda bo'lsa ham bahona topadigan, kursdan kursga yursa o'xshamayapti, menga ustozim e'tibor bermayapti, o'lib qolaman deydigan o'quvchilar bor. Qulog'ini tagiga qo'ysangiz, jag'laridagi tishlari sinib ketsin. Hammasi sinib ketmasa, yarim sinsa, shu og'riq bersa, shu o'quvchilarni shunaqa yomon ko'raman. Meni o'qituvchim so'kib tashardi. Basharamga so'kib tashardi. Ishonasizlar, meni bu ustoz xo'p bo'ladi. Kursdaman, eng zo'r o'quvchingiz bo'laman derdim. Chunki yuragidan gapirardi. Hozirgilar ustoz, bilmayapman deb menga yozishadi. Shunaqa jahlim chiqadi ba'zi birlarda, o'zim eslasam. Keyin bizda shunaqa voqealar bo'lardi. O'sha xonaga ko'chib o'tganimdan keyin ustida to'xtovsiz dars qilardim. Qornim ochib bo'lgan vaqti ham bo'lgan. Ko'chadan atakalar bo'lgan vaqtlari bo'lgan, misol uchun o'ziga yarasha insonlarni bizani uyga kelib, misol uchun konfliktlar bo'lgan, argumentlar bo'lgan, o'shanda men jahlim chiqib ketardi, hech nima qila olmayapman deb adam ko'zlariga qarardim, onam ko'zlariga qarardim, bundoq qilib. Chunki manman deyman, bundoq chiqib keladigan, nima devossan, tushunasizlarmi? Ya'ni o'sha shunaqa vaqtlar ham o'tganman. Xuddi stress bo'ladimi, sharoit bo'ladimi? Hamma narsadan o'tish kerak. O'zingizga takroran miyangizga men fucking bilaman seni sharoiting. Lekin tasavvur qiling, mana shu sharoitdan nerealniy transformatsiya qilib chiqsang, nima bo'ladi? Tasavvur qiling, sen mana shu fucked up situatsiyadasan, hech kim bo'lmagan dunyo bo'yicha, mayli, zato eplay olasan, zato mana shu situatsiyadan o'zingni olib chiqib keta olasan degan narsaga yeta olasizlarmi sizlar o'zingizga? Mana shu aql bovar qilmaydi, tushunyapsizlarmi? Davay o'sha. Keyin o'sha isib ketgan vaqtlari bo'lardi. Yozda to'g'risi maykamni yechib o'tirardim. Har 20 minutda muzday suvda cho'milib chiqardim.
ketardi, dars qilish qiyin bo'lardi. Tasavvur qiling, 12 soat dars qilish. Lekin men ilojisi bo'lsa ham tillab ketsam ham dars qilardim, qo'limdan kelgancha. Chunki men o'sha xayolimda fantaziya turibdi, ya'ni boshqa dizayn qilgan inson, o'sha insonga yetishishim kerakda. Cho'nsilam yugurishga chiqib ketganimda men to yamda yuguryapman-da, xayolim, tasavvurim aytaman, nima tasavvurga o'tardim, o'zimga nima motiv beraman. Bundoq o'zimni katta versiyamni bundoq oldimda yugurayotgandek qilardim-da, как будто u inson juda katta muvaffaqiyatga erishgan insonni menga turtki beryapti, orqamdan davay deyapti. Shunaqa xayollar o'tar edi menda. Yoki qop qorong'i bo'ladi-da, uzoqda yorug'lik bor, o'sha yoqqa qarab ketayotganimda yugurardim. Cho'nsilam, o'zim bilan o'zim bandman. Cho'nsilam, o'qituvchimga faqat seriozli narsalar bo'lsa yozaman. O'qituvchimni hurmat qilaman. Yaqinda bitta Mustafa degan chichiqoq bola yozdi menga. Shunaqa jahlim chiqdi, menga negativlik qilib yozyapti-da, men siz podkastlaringizni eshitaman, unaqa eshitaman, nima u mana bunaqa deb yozyapti. Keyin bir ikkita gap gapirgandan keyin uzr so'radi. Meni eshitib olsa ham menga negativlik qilasan. Agar siz menga xuddi shunaqa qiladigan bo'lsangiz, hozirgi podkastga rozi emasman. Undan ko'ra menga davay birga o'samiz ustoz. Davay birga fucking harakat qilamiz. Bitta community bo'lib chiqib kelaylik degan o'quvchilar sizlar Alloh rozi bo'lsin. Nima o'ylagan niyatingda bo'lsa 10 baravar berib bersin. Xudo xolos shunaqa o'quvchilarni juda yaxshi ko'raman. Umid qilaman har bitta eshitayotgan o'quvchi xuddi shunaqa o'quvchi. Keyin issiq kunlarda ham dars qilishlar bo'lardi, stressda ham har kuni ertalab misol uchun hammada oilasida bo'ladi, janjalga uyg'ongan vaqtlarim ham bo'lardi. Jahlim chiqib ketardi. Nimaga uxlolmay o'zimni deb urardim men stolga. Davay o'sha dars qilish kerak deb yana ham bosib ovqatga chaqirsa yemayman hech dars qilardim. Chunki bilaman qancha ilm o'qisam, qancha o'zim ustimda ishlasam zo'r bo'lardi. Nima qilishim kerak edi? 1 soat dars qilib qo'yib sifatli dars qilyapman men. Qolgan 12 soatimga men reels ko'raman va muvaffaqiyatli insonlarni ko'rib negativlik qilaman deyishim kerakmidi? Yo'q, boshqa odam bilan ishim yo'q. O'zim ustimda ishlayman. Endi bu narsani to'g'risi 1% odam qila oladi deb o'ylayman, chunki 99% odam qurmaydi o'sha. Anaqasi o'sha 1% insonman. I believe in that you are that human being. O'sha insonsiz. Tushunasiz? Hop, keyingisi endi juda katta podkast bo'lib ketyapti. Bu to'g'risini aytsam 1 soat bo'lsa kerak. Hop, ko'proq dars qilish. Aytib o'tdim o'quvchilarimni 2 soat dars qilayotganini, men hozir gapiraman, uyaladigan narsa bo'ldi. Yechinayman, ichingizdan boshqa inson bundoq chiqib kelsin deb bo'ldi. Menimcha tochkaga yetdi o'sha hamma insonlar. Men o'sha tayyorman, juda o'zimni o'zgartirishga. Nima negativlik bo'lsa otlaring yuzimga. Men tayyorman o'sha как будто bir Iron Man, temir odamdek berishga. Birinchi maslahat beradigan ko'proq dars qilish uchun sizlarga pomidor texnikasi. Buni ustida tadqiqotlar bo'lgan. Buni ustida tadqiqotlar bo'lgan va juda zo'r ishlaydi. Siz 25 minutga timer qo'yasiz, 25 minut ichida 100% fokus bilan hech qanaqa chalg'ituvchi omillarsiz dars qilasiz, 5 minut dam olasiz. Yana 25 minut dars qilasiz, 5 minut dam olasiz. Yana 25 minut dars qilasiz, 5 minut dam olasiz. Yana 25 minut dars qilasiz, 5 minut dam olasiz. Shunda 4 ta pomidor bo'ldi, 4 ta dam olish. Endi bu narsani qaytargandan keyin yarim soat dam olasiz, keyin yana shuni qaytarasiz. Ya'ni bu narsa rosa effektivli. Buni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz 45 minut qilsangiz bo'ladi. 45 minut dars qilib, 10 minut dam olish. 100% fokus bilan ko'proq dars qilishingizga aql bovar qilmas darajada sizlarga yordam beradi. Ikkinchisi, xonadan chiqmasdan dars qilish. Bitta zo'r bola menga maslahat bergan. Men hozirgi kunlarda ko'proq dars qilishni va ko'proq xonadan chiqmasdan dars qilishni o'rganmoqman degan. Ya'ni xonadan chiqmasdan dars qilish shunisidan. Chunki odatda xonadan chiqib ketadigan bo'lsa, biz juda chalg'iymiz. Ko'p narsa xonadan chiqmasdan o'sha koridorda bo'ladi, yo'q. Atrofingiz polni qop-qorong'i qilib, qop-qorong'i deganimda xayolingizda, ya'ni hech kim yo'qdek tasavvur qilib, boshingizni stolga qo'yib dars qilish. Shuni aytmoqchiman.
va iloji boricha aralashmaysiz, ya'ni bitta joyda dars o'qiyverasiz. Keyingisi xonani yorug'ligiga o'sha iloji boricha o'sha so'mliroqsiz, bu narsa chalg'ituvchi omillarni yo'qotadi atrofingizdagi va siz именно o'sha stolingizda lampa bo'ladimi, svetsilnik bo'ladimi, o'sha narsani yoqib qo'ysangiz juda katta yordam beradi. Как будто siz tasavvur qiling, siz professorsiz, kechqurun ishlayapsiz, siz tushunyapsiz. Qanaqadir katta vazifa sizga bajarib berildi yoki siz detektivsiz. Sherlock Holmessiz yoki qanaqadir detektivsizda o'sha katta kriminalniy case sizga topshirilgan. O'sha narsani qilmasangiz bo'lmaydi, yechmasangiz bo'lmaydi o'sha narsani. Yechim sizga topshirilgan. Siz o'shani ustida ishlayapsiz. Xuddi shunaqa tasavvur qiling. Lekin quyoshda dars qilish ham zo'r bu narsani, sog'liqqa foydalari ham. Keyingisi energiya beruvchi narsa, kofe. Kofeni ko'p ichsangiz, anaqasi ta'siri kamayib ketadi, lekin o'sha ora-orada ichib tursangiz ta'siri zo'r beradi, ayniqsa uxlagisi kelayotganida. Ertalab turib yurib kelish, walking yoki uxlagisi kelayotganda o'sha yarim soat, 20 minut borib walking qilib kelish juda zo'r. Cold showers, ya'ni muzday suvda aytib o'tganimdek, ya'ni dars qilishingizdan oldin yoki ertalab muzday suvda cho'milib, svejiy bo'lib darsga o'tirishingiz ham bir o'zgacha gasht. Mana esimda, ya'ni ertalab 4 da o'sha yugurib kelganimdan keyin muzday suvda bitta cho'milardim. Bitta kofeni olib, katta reytingda boshlardim. Squarga o'xshab o'zimni gapirib, let's go deb bittani reytingni xonani qop-qorong'i qilib o'sha svetni o'sha reytingni o'ziga qaratib qo'yardim. Как будто ishlayapman. Rasman har xil ruchkalarda bom chizardim. Vocabularylarni, hamma narsani topishga harakat qilardim. I was like a detective. Keyin running, yugurish juda foydali, juda zo'r, intizomiylarni oshirib tashlaydi, o'zingizga bo'lgan samatsenkani oshirib tashlaydi. Tog'i talqon qilaman deydigan bo'lasizlar, ya'ni zo'r cho'g'asizlarmi? Yugurib kelinglar обязательно. Har kuni yuguringlar. Men har kuni yugurganman, every single day. Soat 4:30 da yugurishga chiqib ketardim. 4:30-5 da. Juda o'ziga bo'lgan ishonch oshiradi va fizikga balansni ushlab turasiz. A healthy body is a healthy mind. Bu yoqdan sog'lom dars bo'lasiz, bu yoqdan fizikga